Aqlingizdagi inson sizga nima demoqchi? Hozirgi kunda sizga nimalar demoqchi? Layk bergan, obuna bo'lganlar uchun niyatimni oldim. Shifoli ochirim bo'lsin. Layk berishni, obuna bo'lishni unutmang. Telefon nomerimni mana shu videoning tagida qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Telegramdan yozing yoki telefon orqali murojaat qilsangiz bo'ladi. Unda ketdik. Aqlingizdagi inson sizga nima demoqchi bo'lyapti? Bu общий расклад, hamma o'ziga keraklisini va tegishlisini olsin. Mani ko'rayotgan inson, aqlingizdagi inson sizga nima demoqchi? Hozirgi, bugungi kunda nimalar demoqchi sizga? Ichidagi qanday gaplari bor sizga ayta olmayotgan? Nima demoqchi? Aqlingizdagi insonni sizga gaplari nima demoqchi? Tuyg'ularim senga cheksiz, tuyg'ularim to'lib toshyapti. Seni men yaxshi ko'raman, tuyg'ularim baland sen uchun. Sen buni his qilyapsanmi? Hamma tuyg'ularim senga ich-ichimdan qandaydir sezdirmasam ham, bildirmasam ham, men seni yaxshi ko'raman, tuyg'ularim bor senga nisbatan, to'lib ketyapti, deyapti. Sizga nima demoqchi? Qandaydir bu tuyg'ularimni sen chilparchin qilyapsan, og'dar-to'ntar qilyapsan. Hayotimni og'dar-to'ntar qilib yubording. Tuyg'ularimni ham jamlolmay qoldim. Tuyg'ularim senga nisbatan qandaydir kuchliroq, deyapti. O'zimni hayotim ustun bo'lib ketdi. Seni uchratganimdan keyin, sen bilan gaplashganimdan keyin hayotim og'dar-to'ntar bo'lib ketdi. Men seni yaxshi ko'raman, tuyg'ularim sen uchun, deyapti. Qandaydir menga nima deydi? Meni ozgina qandaydir xafa qilib qo'yapsan, meni siqiltirib qo'yapsan, deyapti. Sizga nima demoqchi? Sizga nima demoqchi? Bu inson, men seni oldingga kelaman, deyapti. Sen sovuq munosabatda bo'lsang ham, men senga yana qaytaman, deyapti. Hozirgi paytda siz sovuq munosabatda bo'layotgan bo'lishingiz mumkin. Bu inson aytayaptiki, men senga qandaydir qaytaman, deyapti. Bu yosh energiyadagi bola, sizdan yoshroq bo'lishi mumkin, yo oylikka, yo nima deydi, yil kichkina bo'lishi mumkin. Qandaydir sen tomonga baribir harakatimni qilaman men, deyapti. Nima demoqchi? Senga tuyg'ularim baland, cheksiz va men senga tezlik bilan qaytaman, yoki telefon qilaman yoki SMS yozaman. Sen bilan nimaiki qilib bo'lsa ham suhbatlashishim kerak, gaplashishim kerak, deyapti. Ikkilanishdaman, ko'proq ikkilanib turibman hozirgi paytda. Hayotimda ikkita ayol bor, biri sen, biri esa boshqasi, deyapti. Yoki hayotida ikkita qiz bo'lishi mumkin, biri sen, biri boshqasi. O'sha nima deydi, o'shalarni o'ylab ikkilanib turibman. Qandaydir qaysi yo'lni tanlashni bilolmayapman. Seni tanlaymi yoki uni tanlaymi? Senga esa tuyg'ularim baland, seni yaxshi ko'raman, deyapti. Va og'ir yuklar bilan turibman hozir. Qandaydir munosabatlarimiz ham ozgina to'xtashlik bilan turibdi, lekin baribir men senga qaytaman, deyapti. Hozir nimaiki bo'lmasin, baribir senga qaytishimni aytyapman, deyapti. Sizga nima demoqchi? Bu inson sizga nima demoqchi? Qanday gaplari bor? Bu inson bilan 6 kun ichida telefon orqali suhbatlashishingiz mumkin. Yoki gaplashishingiz mumkin, yoki uchrashuv bo'lishi mumkin. 6 kun, uzog'i 16 kun yoki 6 kun ichida bu inson sizga qaytadi va bu inson bilan siz ko'rishishingiz, uchrashishingizni kartalarimiz ko'rsatyapti. Bu hamma o'rtoqlarimizga shifoli bo'lsin. Aqlingizdagi inson bilan tezroq ko'rishish, uchrashish hammaga nasib qilsin. Rahmat hammaga.